Assalomu alaykum aziz talabalar, yoshlar, bizni kuzatuvchilar. Sizlar bilan amaliy dialektologiya fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Yangi mavzu bilan tanishib olasiz. O'zbek she'rlaridagi fe'llarning xususiyatlari. Rejamiz: birinchisi fe'lning funksional shakllari, ikkinchisi to'la yoki birinchi tip tuslovchilar yoki o'sha qisqargan ikkinchi tip tuslovchilari, buyruq istak shaklida qo'llanuvchi tuslovchilar. Umuman bugungi darsimizda birinchi, ikkinchi tip tuslovchilari, shuningdek zamon shakllarini ko'rib o'tamiz va fe'lning vazifa shakllariga to'xtalamiz. Tayanch tushunchalar bilan tanishib olasiz. Tushunish bilasiz, shaxs son qo'shimchalari bilan fe'lning kelishi, turlanishi esa biz kelishiklar bilan birga bog'lab o'rganamiz. Va to'la tuslovchilar bor, qisqargan tuslovchilar bor. Fe'lning funksional shakllari haqida siz maktab darsliklarida o'rgangansiz. Fe'lning funksional shakllari, demak, sifatdoshga to'xtalamiz. R affiksi, bu affiksning bo'lishsiz shaklda s qo'shimchasi kelishini yaxshi bilasiz. Ko'rar ko'rmasdan gapiraverma. Ya'ni bilib bilmay gapirma ma'nosida. Ko'rar ko'rmasdan gapirarma. Ya'ni Andijon shevasida gapiravermani o'sha gapirarma ikki nuqta diakritik belgisi qo'yilib cho'zib ifoda etiladi. She'rlarda sifatdoshning ur varianti qo'llanmaydi, faqat adabiy til qolipidagina matnlarni qayd qilishimiz mumkin. O'sha adabiy til qolipidagi matnlar mana qaldirg'ach qara bo'lur, qanoti ala bo'lur shimoliy o'zbek she'rlarida keladi. Endi mis o'sha shev holatda mish yoki mush affiksi singarmonizmni yo'qotgan shevalarda faqat mish mush varianti qo'llaniladi. Borganmish, barganmush, aytganmish, aytganimush holatda Toshkent, Farg'ona shevasida ko'rishingiz mumkin. Gan, kan, g'an, qan affiksi variantlarining barcha singarmonizm shevalarida uchraydi. Bashimda on lapar baying qiziman. Ya'ni bu yerda diakritik belgilar va so'z boshida v'ning ortishi yoki ikkinchi qatorda alimda dutarim voyin saziman. Oyin, ya'ni o'sha voyin v'ning ortishi bunda ham mavjud. Bunda ham cho'ziqlik ifoda etilgan. Sazima yoki saziman ni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sha tovushning o'zgarish holatlari so'z tarkibidagi Xorazm laparlarda ifodalanadi. Umuman bu affiks so'ngidagi n undoshi ayrim she'rlarda regressiv assimilyatsiyaga uchrashi mumkin. Kelganlarga qaranglar, ya'ni kelganlarga qaraylar Andijon shevasida va singarmonizmni yo'qotgan shevalarda faqat gan, kan varianti ishlatiladi. Qo'ygan, qo'ygan, topgan, tapgan. Toshkent shevasida an affiksi o'g'iz laqchasiga oid shevalarda uchraydi. Borayotgan, baratran, kelgan, galan, dog'on affiksi esa bu shimoliy o'zbek shevalarida uchraydi. U bir variantlidir. Boradigan, boradog'on, keladigan, keladog'on va jak affiksi olmoqchi, o'sha aljaq, ketmoqchi, gitjaq. Gitjak bu o'sha Xorazm shevasida ashi bilan asi, ya'ni asi qo'shimchasi aning ikki xil variantda kelishi va ining ham variant bilan kelishida borgim keldi, barasim keldi, yegim keldi, yeyasim keldi, ichkim keldi, ichasim keldi. Va aychi affiksi borayotgan edim, baraychiydim, kelaychiydim. Ya'ni ikki so'z qo'shilib ketib, to'liq fe'l so'zga qo'shiladi. Adabiy tilni ham bilasiz, bu mavjud. Va guchi affiksi xo'jan shevasida qayd qilinadi va bu affiksdagi unlisi lab garmoniyasiga uchraydi. Boradigan edim, eding yoki edida o'sha barguchudim, barguchudung, barguchudi faqat uchinchi shaxs
tuslanishidagina bu unli lablanmaydi. Gich, g'ich, kich, qich affiksi Surxondaryo, Qipchoq shevalarida keng qo'llangan. Haydar, haydagich, olar, ag'ich, qaynatar, qaynatqich, ketar, ketkich, kelar edi, ketkich edi, aytar edi, aytgich edi. Baliq chevasida ham bu kuzatiladi va avli, uvli affiksi ham Surxondaryo, Qipchoq shevalarida qayd qilinadi va u gan affiksli sifatdoshga sinonim bo'ladi. Qay vaqt qaytsayam uyi supuruvli, ya'ni supurilgan, ovqati pishiruvli, bu yerda pishirilgan so'zini ko'rishingiz mumkin va kiri yuvulida ham yuvilgan, kiri juvulida, kiri doim yuvilgan ma'nosida, ma'li baylavli, ya'ni bog'langan. Endi ravish-tosh shakllariga biz to'xtalib o'tsak, ravish-toshda ham o'sha qo'shimchalarda a yoki y affiksi bu varianti barcha singanimozim shevalarda bor. Singanimozimni yo'qotgan shevalarda faqat a, y varianti qo'llaniladi. Ketaberdi, ketavurdi Marg'ilon shevasida, o'ynay, o'ynay, oynay, oynay, bora, bora, bara, bara. Xorazm shevalarida uning bo'lisi shakliga yana in, un ta'kid affiksi qo'shiladi va bu affiks tarkibidagi a unlilari i unlilariga o'zgaradi. Ko'rmay ketdi, go'rmayin gitdi, olmay ketdi, almayin gitdi. P, ip affiksda bu affiksning jarangsiz undosh bilan tugagan variantlari barcha shevalar uchun xosdir. Ishlab, ishlab, olib, alib, lekin Qipchoq shevalarida bir qator pozitsiyalarda uning jaranglashgan varianti ham mavjud. Borib edi, barib yoki bariv edi, kelib edi, keliv yoki kelib edi. Ub yoki up varianti shevalarda uchramaydi, lekin o'sha adabiylashgan ayrim she'riy, ya'ni folklor matnlarda qayd qilinishi mumkin. Gani, ya'ni maqsad ma'nosini ifodalovchi gani, kani, g'ani, qani affiksi bu affiks barcha shevalarda qayd qilinadi. Borgani, bargani, barg'ani, eshitgani, eshitgani, yo'liqqani, yoliqqani, gincha, kincha, g'incha yoki g'incha qo'shimchalarida yurguncha, bu yerda yurgincha, borguncha, barg'incha, men bormaguncha sen ketma, kuyib yonib yurguncha, ya'ni man barmag'incha san galma, kuyib yanib yurguncha. O'sha o'z lahjasida adabiy tilda bu shaklda birinchi bo'g'inda u ulnisi keladi. Bu affiksning shimoliy o'zbek shevalarida gichi, kichi, g'ichi, qichi variantlari qayd qilinadi. Ko'rguncha, ko'rgichi, aytguncha, etkichi, borguncha, barg'ichi, otgunchada atqichi. I affiksi u o'g'iz lahjasi shevalariga xosdir. Adabiy tildagi a ravish-tosh affiksi ma'nosiga mos keladi. Yuradi, yuriydi, i'dan keyin cho'ziladi i, lekin yuriydi yoki adi, yuriydi, adi shakldagi fe'l adabiy tildagi yurar edi shakldagi ekvivalent bo'ladi. Adabiy tilda gach, kach, qach affiksining variantlari shevalarda uchrashi dialektologik tadqiqotlarda qayd qilinmadi. Shu kuzatilmaydi. Balkim bu bo'lsa-da boshqa holatda, boshqa lahjalarda uchraydi. Harakat nomi shakli ham mak, ya'ni maq affiksi o'g'iz lahjasi uchun xarakterlidir. O'ynamoq, oynamoq, ketmoq, gitmak, sh, ish, ush qarorliqchasining xususiyati bilish, bilish yoki yig'ish, yig'ish, urish, urush, ko'rish, ko'rish singanimozimni yo'qotgan shevalarda sh, ish variantlarigina ishlatiladi. V, u affiksi Qipchoq lahjasi uchun xarakterlidir. Biluv yoki eshituv, qaluv kabi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, harakat nomining har uchala varianti adabiy tilga o'sha juz'iy fonetik tahrir bilan qabul qilingan va adabiy tilning ta'siri natijasida bu affikslar shevalarda aralash qo'llanmoqda. Tuslanish tizimi turkiy tillar va o'zbek adabiy tili tuslanish tizimi
o'zbek shevalariga ham xos bo'lib, ularda tuslovchi affikslarning shaxs son affikslarining, ya'ni 3 tipi bir necha shakllarga ega bo'ladi. Birinchi tip tuslovchilarda, bu tipdagi tuslovchilar to'liq tuslovchilar deb ham yuritiladi. Birinchi shaxs birligida, birinchi shaxs ko'pligida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda man affiks qatnashadi. Kelaman, o'qiyman, yo o'qiyman yoki o'ynayman. Ayrim o'g'iz va shimoliy o'sha o'zbek shevalarida bu affiksni n undoshi talaffuz qilinmasligi mumkin. Ya'ni boramanda barama, kelamanda gelama. Birinchi shaxs ko'pligida esa mis, va pis, vuza affikslari qatnashadi. Singarmonizmli shevalarda affiksdagi z undosh jarangsizlashadi. Masalan, miza varianti deyarli barcha shevalarda qayd qilinadi. Ketyapmiz, ketvamiz, boryapmiz, barvamiza. Vuza varianti Toshkent, Qarshi shevalarida qo'llaniladi. Ishlaymiz, ishliyuza, qilamiz, qilavuz. Piz va zning joyiga s varianti aslida u assimilyativ variant singarmonizm shevalida uchraydi. Kelyapmizda, ya'ni kayapmiz yoki kayapmiz. Qarabmizda, qarabmiz yoki qarabmiz. Shimoliy o'zbek shevalarida mis, vuza affikslar Toshkent shevasida di, sa affiksli so'z shakllariga qo'shila olgan. Oldik, aldimiz, alduza, aytsak, aytsamiz, aytsavuza, berdik, berdimiz. Xo'p. Ikkinchi shaxs birligida ham singarmonizm shevalarda biz san affiksi qatnashini ko'rishimiz mumkin. Ekasan, ya'ni egasan, borasan, barasan. Qipchoq shevasida va singarmonizmni yo'qotgan shevalarda faqat sin varianti qo'shiladi. Kelasan, yoki o'sha o'qiysan. Bu shaklda ham ayrim o'g'iz va shimoliy o'zbek shevalarida n undoshi talaffuz qilinmaydi. Borasan, barasa, kelasan, galasa va hokazo. Ikkinchi shaxs ko'pligida siz va siz joyiga z joyiga s almashishi yuqorida ham ko'rdik. Lar, sizlar affiks ishtirok etadi. Bu shaxsda ham singarmonizm shevalarida affiksdagi z undoshi jarangsizlashadi. Siz varianti deyarli barcha shevalarda qo'llaniladi. Boryapsiz, barvasiz, ketyapsiz. Marg'ilonda, Toshkent shevalarida ko'rish mumkin. Siz zning joyiga s va la holati varianti singarmon shevalarida qo'llaniladi. Ya'ni baribsiz yoki ushlabsiz, ko'ribsizlar yoki o'sha oqibsizlar, larda tushib qolishi yoki zning joyiga s almashishi. Sizlar varianti esa Toshkent, Qarshi kabi shevalarda qo'llaniladi. Ishlaysiz, ishlaysiz, kelasizlar holati. Uchinchi shaxsda affiks qatnashmaydi, lekin a, y, b affiksli ravishdoshlar ishtirok etgan fe'llarda va boshqa ayrim fe'llarda d, t affiksi va uning ko'pligidagi ba'zan lar affiksi qo'shilishi mumkin. Singarmonizmni yo'qotgan shevalarda faqat d, t varianti qo'llaniladi. Ishlaydi, ishlaydi, kelyapti, kevatdi. Singarmonizm shevalarida esa d, t variantining barcha holat qo'llaniladi. Boradi, baradi, ichadi, ichadi, i'ni cho'zish. Tojikiston, Janubiy o'zbek shevalarida tu varianti ham qayd qilinadi. Sochyapti, ya'ni chachaptu, chachib yuboradi. Ya'ni bizda ham o'sha Qipchoq shevasida mavjud. Samarqand va Navoiy viloyatining ayrim shevalarida ham Surxondaryo Qipchoq shevalarida a affiksi so'zlarning uchinchi shaxsda tuslovchi affiks qatnashmaydi. Men baraman, sen barasan, o bara. Kela solib qarab o'tiradi. Ya'ni kelattab qarab o'tira. Ya'ni bu holatda tovushlar ko'proq fonetik xususiyat yoki fonetik jarayon va qonuniyatlar yetakchilik qiladi. Ikkinchi tip tuslovchilarda ham o'sha birinchi shaxs birligida faqat m affiksi qatnashadi. Aldim, aytsam, berdim, yursam, ya'ni yursam. Bu yerdagi so'zlarda, taqdimotdagi so'zlarda, ya'ni m affiksi qatnashishi, ya'ni aldim, aytsam ko'proq o'sha mening yetakchilik qilish kuzatiladi. Bu tipdagi tuslovchilar qisqargan tuslovchilar deb ham yuritiladi va ular d va t hamda
sa affikslari bilan shakllangan fe'llarga qo'shiladi. Yursam, shevalardagi ko'rdim, qo'ydim tuslanishida ikkinchi bo'g'indagi lablangan unlarning qatnashishi labial singarmonizmga amal qilishi tufayli yuz bergan. Ya'ni ikkinchi bo'g'indagi u unlinlari o'tgan zamon fe'li hosil qiluvchi di affiksdagi unlining lab garmoniyasiga bo'ysunishidir. Lekin tuslovchi affiks qo'shilmasa, u unlisi singarmonizmga bo'ysunmaydi. Birinchi shaxs ko'pligida, ya'ni hozir biz ikkinchi tip tuslovchilarni ko'ryapmiz. Bunda ham birinchi shaxs ko'pligida va birligidagi holatlarni ko'rishimiz mumkin. K yoki I, V, vuz, vuza affikslari qatnashadi. K affiks singarmonizmni yo'qotgan shevalarda qo'llanadi. Ko'rdim, ko'rdik, bordik, bardik. Toshkent shevasida shart maylidagina qayd qilinadi. Borsak, barsok, olsak, asok. Shuningdek, Toshkent shevasida K affiksda o'tgan zamon fe'lida Z affiksi almashtiriladi va bunda qisman fonetik o'zgarish yuz beradi. Bordik, barduz, keldik, kelduz. K apozitiv variantlari singarmonizm shevalarining asosiy xususiyati hisoblanadi. Keldik, bu yerda keldik ma'nosi bordikda, bardiq. Va vuz, vuza affiksi bilan shakllangan fe'llar Toshkent shevasida kengroq. Borsak, barsavuza yoki barsavuz. Bu affiks qo'shimchasini qo'shishi bilan o'sha so'zda sifat o'zgarishi yuz beradi. Ya'ni sa affiksi tarkibidagi a unlisi o unlisiga o'tadi. I affiksi Toshkent va Qarshi shevalarida iste'molda mavjud. Urdik, ya'ni urdi, bildik, bildi, kerakdi, mana kerak deb y holatiga o'zgarishi ko'p nutqimizdagi so'zlarda uchraydi Toshkent shevasida. Bugungi darsimiz 2 paraga mo'ljallangan, ya'ni katta mavzu bo'lgani uchun keyingi darsimizda ushbu mavzumizni davom ettiramiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi mazkur mavzuni davomida ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.